Aziz obunachilar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugungi obyektimizda Yakkasaroyda joylashgan 4 xonali, 4-etajdagi 150 kvadrat xonadon haqida gaplashaveramiz. Qani ketdi bo'lmasan. Bu xonadonimizda, hurmatli obunachilar, Yakkasaroy to'yxona orientirimizda zakrytый двор, plus parkovkamiz ham bor, podzimkamiz. Obzor qilib ko'rsataman. Sizlardan esa bitta qizartirib laykcha do'stlarga yuborib qo'yish. Do'stlarga oladiganlarga yoki olmasa ham yuborib qo'ysangiz, может niyat qilib olib qolishi mumkin. Kirish qismi bu yerdan boshlandi. Shkaflar bor, kengina koridorimiz bu yerda. Va eshiklarimizni ko'rsangiz, ahamiyat bersangiz, juda ham yaxshi sifatli eshik. Bu yerda sanuzilimiz joylashgan. Xo'p, bu yerda esa bitta spalnimiz joylashgan. Kattagina spalni va o'zini sanuziliga ega. Ko'rishingiz mumkin. Общий 3 ta sanuzilimiz bor. Juda ham zo'r uyimiz. Patologlarimiz ancha baland. Kelinglar. Endi mana bu zal qismimiz, ko'ryapsizlar, zalimiz ham anchagina katta. Patologimiz ham высокий patolog qilingan. Televizorlarimiz Samsung original televizorlarimiz, mягкий zonamiz, har bitta xonani o'zini oynalariga ega. Mana bu joyda ko'ryapsizlar, qanaqa chiroyli qilib yopishgan. Oshxonani hozir oshxona u yerdan ko'rsatib chiqaman. Xohlasangiz mana bu joyga yopadigan zonani oynali qilib o'rsangiz, bu ham bitta alohida yopilib qoladi. O'tiradigan zona oshxonamiz, bu yerda shkaflarimiz ham bering. Qarang, chiroyli shkaflar. Bu yoq esa oshxonamizga joylashgan. Oshxonamizning kattagina bu yerda posudomokagacha bor. Mana bu ham ochiladi, hurmatli obunachilar. Ko'rasizlar? Juda ham zo'r qilingan. To'rxona 150 kvadrat katta kvartira izlayotganlar bo'lsa, ayni muddao bu xonadonimizda bo'ladi. Kelinglar. Bu yoqda esa katta spalnimiz joylashgan. Kelinglar. Spalni qarang kattaligini. Mana bu yoqda esa o'zini sanuziliga ega. Agar sizda bolalar ko'p bo'ladigan bo'lsa-chi, xohlasangiz mana bu yoqdan ham kirishingiz mumkin yoki u yoqdan ham kirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu joyimizda kattagina garderob qo'yishgan. Agar sizda farzand ko'p bo'lsa, bu joyga bemalol 2 ta karavot qo'ysangiz bo'ladi. Alohida kiradigan, chiqadigan joylari ham bitta bor. Xo'p, aziz obunachilar, uyimiz haqida to'liq ma'lumotlarni Xo'p, 150 kvadratli xonadonimizda Yakkasaroy rayoni orientirimizda o'sha aytib o'tganda Yakkasaroy to'yxona. Narxi keladigan bo'lsa 260 ming startoviy. Agar sizda naqshtir bo'lsa, uyimizni zo'r narx qilib kelishtirib beraveramiz. Sunnatiga sovg'asiga parkovkamiz ham bor. Yoqqan bo'lsa like, do'stlarga yuborib qo'yishdan chiqmasa, hammaga xayr, sog' bo'linglar.